psixologlar oilani tiklashga yordam berishadi-yu. Men ham xuddi shu fikrda bo'lganman. Bizni oilamizni buzilishiga aynan o'sha psixologlar sababchi. Opa, nimaga yo'q dedilar bilmayman. O'sha opa meni xotinim bo'ladi. Menga ziyon yetishini o'ylab yo'q degan. Chunki narkoz ko'tara olmayman. Shundan qo'rqqan u. Vaqtida o'simtani qoplashamasak, metastaz berishi mumkin. Mayli, jahongir bor. To'liq o'qib kelgin. Xo'p bo'ladi. Dada, sizga necha marta aytganman. Shu paytgacha meni eshitmadingiz. Mana endi gapir, eshitaman. Uylaningdirdim, yo'qdir deysiz. Endi ha desamchi? Men ko'chalarni bir aylanib kelaman. Yuragim siqilib ketdi. Mayli. Yaxshi borib keling. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilarsiz. Xo'p. Nimaga ortimdan kuzatib kelyapsiz? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keling o'tiring. Qizimning ahvoli yaxshimi? Qizingiz yaxshi. Axir hali vaqtli edi. Ishqilib, qizimga hech narsa qilmaydimi? Qon ketishi boshlagani uchun operatsiya yo'li bilan ona bolani saqlab qolishga harakat qilamiz. Hozir operatsiyaga olib kirib ketishadi. Agar nimadir kerak bo'lsa, menga bemalol aytavering, xo'pmi? Bizga bolani otasi kerak. Bolani otasini operatsiyaga roziman degan tilxatlari kerak. Axir bolani otasi yo'q. U tashlab ketdi qizimni. Men o'zim yozib beray. Maylimi? Mayli. Bola yashab ketarmikin? Siz xavotir olmang opajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali vaqti yetmagan bolalarni ham hammasi yashab ketgan. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Muhimi onani asrab qolish. Mana, tilxat yozib bersangiz, Yaxshi. Qayerga? Nima deb yozay? mana shu yerga. Salonni qachon ochadigan bo'ldingiz? Agar bugun to'lov qilinsa, ertadan ish boshlayverasiz. Sayt akani o'zlari hamma hujjatlarni to'g'rilaydilar. Siz bilan men ishni boshlasak, bo'ldi. Biram omadlisiz-ey. Oldingizda otangiz borlar, bir deganda salon sotib olib beradilar. Sayt aka borlar, ishlaringizni hal qilib beradilar. Sizga havasim keladi. Ha, havas qilmay qo'yavering. Ha, havas qilmay qo'yavering. Meni og'riqlarim juda ham ko'p. Og'rig'ingiz dardisar eringizmi? Bu og'riq o'tib ketadi, ishonavering. Lekin o'tmayapti. Hamisha o'ylayapman. Aybim nima tushuna olmayapman. To'g'risi. Ay, qo'yavering, vaqtni o'zi davolaydi. Shunaqangi qaysarki, shunaqangi ori baland. Kecha ko'chada mashinasida o'tirgan ekan. Aylanishga chiqqandim, ko'rib qoldim. Hali ham meni kechirmabdi. Shunaqangi balanddan kelib gapirdi. Men u uchun hech kim ekanman. Alam qilyapti. Do'stlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abone olun. Ayrim erkaklar shunaqa bo'ladi o'zi. Bo'ldi, boshqa chidolmayman. Necha marta yalindim. Menda ham g'urur bor, opa. Bolalarim uchun
o'zimni oyoq osti qilib yashay dedim. Kechirim so'radim. Yo'q, u kishim osmondalar. Charchadim opa. Boshqa yalinmayman. Said akaga imkon berib ko'rishga qaror qildim. Ba'zida biz qadrlamagan insonlar bizni qadrlashadi. Said aka ham yomon odamga o'xshamaydi. U meni ortimdan 10 yillab yurgan. Nazarim ilmagandim hech ham. Men uchun hatto u jonini berishga ham tayyor. Balki shunisi ma'quldir. Balki. Sodiq Turg'unovich, siz xavotir olmang. Uzog'i yarim soatda operatsiyadan chiqasiz. Nazokat kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Telefonlari ham ochiq. Nazokat kelishini kutsak bo'lardi-da. Doktorning boshqa operatsiyalari bor ekan. Shuning uchun kutib tura olmas ekan. Unda mayli, tavakkal, ketdik. Nazokat Botirovna kelgunlaricha siz operatsiyadan chiqasiz. Yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang. Nargiz opa, agar sizni yaxshi joydan kimdir so'rab kelsa, turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Agar arziydigan joy bo'lsa, o'ylab ko'rardim. Qachongacha qiynalib yuraman. To'g'risi o'zimni ham jonimga tegdi. Ayol boshim bilan qiynalyapman. Bolalarim bor o'zi. Masalan, men sovchi bo'lsam-chi? Voy. Kimga? Dadamga. Voy. Meni dadamga turmushga chiqarmidingiz? Dildoraxon. To'g'ri, dadamning yoshlari katta. Ammo ko'ngillari nozik. Bir o'zlari qiynalyaptilar. Voy. Dadam sizga o'xshagan ko'ngli ochiq, samimiy ayolga uylanish kerak. Ay. Opa, voy, Pari, Assalomu alaykum. o'zingmisan? Sog'indim juda ham. Yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Tinchlikmi? Biz tomonlarga kelib qopsan? Opani qamalib ketdi deb eshitdim. Tavba. Bir pasda kim yetkazdi senga? Shunaqa quloqlarim bor. Ha, shunaqa qamashdi. Hozir tergovdalar. Meni qancha chirqiratganda. Endi jazosini ham olar ekan. Bitta sen emas. Ko'pchilikni dilini og'ritgandilar. Shunga o'zingizdan eshitib aytib keldim. Lekin opachi, oxirgi paytlari ancha o'zgargandilar. Ishonmayman. Tavba qilgan odam pora olmasdi. Mayli. O'zingdan gapir. Turmushing yaxshimi? Yaxshi. Boshida ozroq qiynaldim. Hozir iziga tushib ketdi. Ha, Nodir akangni-chi? Boshqa ko'rmadingmi? Yo'q. O'sha ketganicha Dostlar, qaytib video kelmabdi. burada dayandı.
Çünki siz hələ kanalımıza abunə olmamısınız. Kanalımıza abunə olan kimi video yenidən davam edəcək. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abunə olun. Tavba. Bunaqa ayollar bilan yashash qiyin. Mayli. O'zingni rangi-ro'ying joyida. Ancha o'zingga kelib qopsan. Ering yaxshimi? Yaxshi. Chet eldan ish olganlar. Bir oy u yerda, bir oy bu yerda yashaydilar. Kelib ketib yuribdilar. Topish tutishlari yaxshi. Yaxshi. Katta o'g'li ham ancha o'ziga kelib qoldi. O'qiyapti. Hayotingizga tushib qolgandan xursandman. Opa. To'g'risi, rosa ham ishlagim kelyapti. Meni oddiy sanitarka bo'lsa ham ishga oling. Sizlar bilan mazza qilib, chaqchaqlashib ishlagim kelyapti. Uyda rosa zerikyapman. Mayli. Hujjatlaringni olib kel. Voy, rostdanmi? Bitta joyimiz bo'sh edi. Voy, rostdan. O'sha yerga seni ishga olamiz. Voy, buncha yaxshi. Voy, rahmat. Yaxshi bo'ldi kelganing. Sizlarni rosa sog'ingandim. Ha. Voy. To'g'risini aytsam, odamni noqulay ahvolga solib qo'ydingiz. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Shoshiltirmayman. Siz avval yaxshilab o'ylab ko'ring. To'g'ri, dadam yoshlari katta, lekin farzandlaringizga yaxshi ota bo'ladilar. O'z bolalaridek tarbiyalaydilar. Ularning kelajaklariga yordam beradilar. To'g'ri, hademay bolalarim o'qishga kirishadi. Ularni yaxshi joyda o'qita olmasam kerak. Chunki kontraktlar juda ham qimmat. Mana endi o'qitasiz. Dadam qarab turmaydilar. Bilmadim. Men o'ylab ko'rishim kerak. Yuring, sizni uyingizga tashab qo'yamiz. Yo'q. Sizlarga xalaqit bermay, o'zingizlar ketaveringlar. Unda ertadan ishga kelaverasiz, a? Mayli. Siz bilan ko'rishamiz yana. Mayli, yaxshi boring. Bo'pti. Ketdikmi? O'zi mana bunaqa ko'rkam yigitlarga turmushga chiqarkanda menga qarri otasini tavsiya qilyaptimi? Otasiga tegsam, merosdan ketishiga to'g'ri keladi. Shuni bilarmikin bu? Nazokatli dugonasiligimni esdan chiqarib qo'ydi shekilli. Sen bu yerda nima qilyapsan? Shefni oldilardi. Yaxshimilar? Hozirgina operatsiyaga olib kirib ketishdi. Operatsiya? Kim ruxsat berdi? Nimaga o'zidan o'zi operatsiya qiladi? Ahmoqmi bular? Kecha o'zlari doktor bilan gaplashdilar. Rozilik berdilar. Pulini-chi? Pulini kim to'laydi? Men to'lab bo'ldim. Ishxonaning korporativ kartasi bor. Shundan to'ladim. Demak, Sodiq Turg'unovichni operatsiyaga sen ko'ndirgansan. Ha, men ko'ndirdim. Oshqozonlarida o'sinta. Metastaz bermasdan oldin operatsiya qilish kerak ekan. Operatsiya qilish Dostlar, uchun video burada shefni dayandı. ko'ndirdim. Çünki siz hələ kanalımıza abunə olmamısınız. Kanalımıza abunə olan kimi video yenidən davam edəcək. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abunə olun. Operatsiya qildiradigan. Nimaga Sodiq Turg'unovichni hayotiga aralashasan? Yo'qligimdan foydalanib boshini aylantirdingmi? Operatsiyadan chiqmasa-chi, nima bo'ladi?
Yoshi katta bo'lsa, narkozni ko'tara olmasa, Opa, o'zingizni bosing. agar erimga biror narsa bo'lsa, seni tinch qo'ymayman. Opa, choyga nima qo'shayotganingizni hali ularga aytmadim. Xo'sh, nima qo'shyapman ekan? O'zingiz bilasiz. Ming afsuski, meni hamma sirlaringizdan xabarim bor. Sen nima deyotganingni bilyapsanmi? Xayolingga nimalar kelyapti? U oddiy choy. Endi tuhmat qilishga o'tdingmi? O'z o'rningni bilgin. Bilmasang ko'rsatib qo'yaman. Sizga o'xshab moddani berayotgan odam ogohlantirmaganmi? Oshqozonda o'simta paydo bo'lishi mumkin deb. Shundan xabaringiz yo'qmi? Onkologiyani chaqirishi mumkin deb. Ketdingmi, Said aka? Ha. Bir narsa so'ramoqchi edim, Dildor. Tinchlikmi? Anu, dugonangni qayerdan topgansan? Ofisda ishlaganmiz bir xonada. Ishonchli ayolmi? Ha, ishonchli. Nimaga unaqa deyapsiz? Bilmadim. Menga unchalik yoqmadi. Sizga yoqishi shart emas. Dadamga yoqsa bo'ldi. Dadangga? Dadamga sovchi bo'lyapmiz. Agar rozi bo'lsalar, to'y qilamiz. Lekin u ayolni yaxshilab surishtirish kerak edi. Dadamga uylaning, yolg'iz qolib ketdingiz desam, har doim yo'dirdilar. Nargiz opani ko'rib yoqtirib qolib, darhol ko'ngil bergandek bo'ldilar. Otaxon odam ajratishni bilardilar. Nahotki bu ayolni bejoligini bilmadilar. Said aka, qo'ying. Ikkalovlari rozi bo'lishsa, mazza qilib yashashsin. Dildor, oddiy, sodda ayollar ham bor-ku. Bu ayol bozor ko'rgan bo'lsa. Siz qayerdan bila qoldingiz? Men unaqa ayollarni yaxshi bilaman. Buni qarang-a. Ayollar bo'yicha professorman-deng. Xo'sh, men qanaqaman unda? Menga qara. Oxirgi paytlar asabimga tegyapsan. Sirlaringiz ochilib qolishidan qo'rqyapsiz-a, opa? Qanaqa sir? Isbot daliling bormi? Bor, albatta. Meni qo'limda laboratoriya qog'ozi bor. Meni kuldirma. Bo'xtonlaringni borib xohlagan odamingga ayt. Hurmatingizni qildim degani, endi bilganimni qilaman degani emas-ku. Xo'p. Bilibsan. Cholga aytib berasan. Chol senga ishonadimi, mengami, a? Agar aytish kerak bo'lganda, avvalroq aytgan bo'lardim. Hozir mavrid emas. Chunki u senga ishonmaydi. Qulog'ingga qo'yib ol. U faqat menga ishonadi. Men nima desam shu bo'ladi. Mayli, hali buni ko'ramiz. Qayerdan paydo bo'lib qoldi bu, a? Nuqul oyog'imni tagida o'ralashadi.
Nimaga jimsiz? Ayolshunos professor, gapiring endi. Men qanaqaman? Sen o'lguday soddasan. Kim nima desa, ishonadigan xilidansan. Seni chuv tushirib ketish oson. Hech hamda unaqa emas. Men o'ziga pishiq, uddaburon ayolman. Meni hech kim aldolmaydi, bildingizmi? Balki. Lekin menga negadir sodda ko'ringansan. Shu safar adashdingiz. Men birovga haqqini berib qo'yadiganlardan emasman. Shunaqa degan? Shunaqa. Bo'ldimi? Yuramizmi? Yurolmaymiz. Nimaga yurolmaymiz? Mashinani quvvati tugadi. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Bu yog'iga ozgina yayov yuramiz. Vaqtliroq shuni zaryadkaga qo'yib qo'ysangiz bo'lmasmidi, Said aka? Bo'pti, yuring, ketdik. Shoshima. Hazillashdim. Aytdim-u g'irt laqmasan deb. Sal qolsa gapimga ishonarding. Ketdingmi? Ketdim. Hazilingiz ham bor bo'lsin-da. Jangga tegdi. Bittasidan qutulsam, boshqasi chiqib turibdi. Hammasini bir varaka yo'ldan olib tashlashim kerak. Nima qilsam ekan? Jahongir ortimdan kompromat yig'ib yurgan ekan. Avtohalokatmi yoki biror boshqa narsa qilish kerak? Kimdan yordam so'rasam ekan? Ofisga borishim kerak. Jahongirga qarshi nimadir o'ylab topishim kerak. U mendan nimadir kutib yurganga o'xshaydi, bo'lmasam allaqachon hammasini Sodiqboyga aytgan bo'lardi. Nimani reja qilayotgan ekan? Kechirasiz. Sodiq Tug'runovich operatsiyadan yaxshi chiqdilarmi? Yaxshi. Hozir palataga oldik. Operatsiya yaxshi o'tdi. Xudoga shukr. Biror bir yangilik bo'ladigan bo'lsa, sizga xabar beramiz. Xo'p, rahmat sizga. Ha, xonim, hovuriz bosildimi? Ha, dugonalarimni ko'rib mazza qildim. Kechagina Instagramda o'qigandim. Dugonalar birga yig'ilib suhbatlashishi u stressdan forig' qilar ekan. Shuning uchun psixologlar shuni tavsiya qilishadi. Shuning uchun men umuman stressga tushmasdan, depressiyani his qilmaslik uchun ham ishga kirdim. Nima? Matlub opam bilan gaplashib chiqdim. Ertaga ishga kelaver. Bitta bo'sh joyimiz bor dedi. Mendan so'ramasdan ishga ham joylashib oldingizmi? Nima? Siz yo'q, ishlamaysan dermidingiz? Yo'q, unaqa demayman. Ishlarga ulgurmay, charchab qolmaysizmi degandim. O'zi tushgacha ishlasam, charchamayman. Mayli, ishlagingiz kelsa ishlang. Men uyda bo'lmaganimda zerikib qolyapsiz. Rahmat. Ketdikmi? Ketdik.
Sodiq Turg'unovich. Tuzumisiz? Qayerlarda yuribsiz, Banu? Shu yerdaman. Olib chiqishlarini kutib turdim. Banu. Meni sizdan boshqa hech kimim yo'q. Boyim. Ahvolingiz yaxshimi? Sizdan juda ham xavotir oldim. Tirikman. Hali o'lmadim. Meni o'lishimni kutganlar qancha? Unaqa demang. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Albatta. Suv ichasizmi? Yo'q, rahmat. Yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Yoningizdaman, xavotir olmang, shu yerdaman. Qaytgancha Nosirga xabar bering. Meni bu yerda ekanligimni hali bilmaydi u. Kelib yonimda o'tirsin. Nosir kim edi? Anovi birga ishlagan do'stingizmi? Ha. Mayli. Haydovchi yuboraman. Sizga qarab tursalar, men ofisga borib xabar olib kelardim. Yaxshi. Yaxshiyam. Siz bor ekansiz, Banu. Boringizga shukr. Nimaga to'xtadingiz? Bu yerda yaxshi muzqaymoq qiladi. Yur, olib beraman. Yo'q, men yemoqchi emasman. Uyga keta qolaylik. Bunaqada siz meni semirtirib borasiz. Yana shu semizlik haqida gapmi? Yur, tushganingga pushaymon bo'lmaysan. Bo'pti. Rahmat. Yur. Kasalxonamiz yorug' bo'lib ketibdimi? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Anakondani zulmini ko'rib, haydalganlar hammasi ishga qaytayapti. Ha, shunaqa shekilli. Hozirgina Pari kelib ketgandi. Ha, mendan oldin ulguribdi-da. Ish qilib meni o'rnimga davo qilib kelmadimi? Bilmadim. Xabarim yo'q. Opa bilan gaplashdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xavotir olmang opa. Sizni o'rningiz turibdi. Bosh hamshira bo'lasiz. Yo'q-e? O'rnimga hech kim olmadinglarmi? Yo'q, olmadik. Mana, o'zi qaytib keldingiz. Rahmat. Shuncha joy tursa ham nimagadir shu yerga tortaveradi. Chunki bu yerda yaxshi insonlar ishlashadi. To'g'ri. Hammamiz endi birgalashib ishlaymiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Biz sizni kulib yurishlaringizni sog'inganmiz. Ish qilib, Anakonda qamoqdan chiqib, hammamizni haydamasmikin?
Opa, unaqa demang. Agar eringiz olib chiqsalar, haydashlari mumkin. Ha, bugun advokat bilan uchrashadilar. Gaplashib ko'rsalar kerak. Qani, ketdik. Yuringlar. Yuringlar. Kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Biram sizlarni sog'indim. Qalay, mazasi yaxshimi? Ha, juda ham zo'r ekan. Aytganingizcha bor ekan. Menga ham yoqib qoldi-da. Muzqaymoq yemasdim o'zi. Mana. Gullarni qara. Hozir. Bu senga. Voy. Yosh bolaga o'xshaysiz. Seni yoningda yosh bolaga aylanib qolaman. Jinnivoy. Rostdan ham jinni bo'lyapman shekilli. Lekinchi, men hech ham bunaqa shirin muzqaymoq yemagan ekanman. Bo'lishi mumkin. Rostdan aytyapman. Bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Yoshligimizda shunaqa muzqaymoqlar bo'lardi. Bolaligimni eslatyapti bu. Men ham shuning uchun yaxshi ko'raman. Sodiq Turg'unovich. Sizni Nosir aka. Berchi. Bor. Men aytgan ishlarni qilib kel. Xo'p bo'ladi. Nosirboy. Boy. Do'stlaydimi deyman? Shunaqa. Dushmanlarim ortimdan pichoq urishdi, do'stim. Yosh xotinga uylab olganlarni dushmani ko'p bo'ladi deyishadi-yu. Shunaqa. Gapirmang. Hammasi meni o'lishimni istayapti. Lekin hali berib o'ladigani ahmoq yo'q. Yashang. Umringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Nosirboy. Hali sho'rvangiz bor-ku, o'lgun tiriltiradigan. O'sha sho'rvangizni olib keling endi. Ko'nglim sezganda ertalabdan miltillatib sho'rva tashab qo'ygan. Baraka toping. Tayyor turibdi. Olaman, oldingizga boraman. Yaxshi. Siz mana shu shirin ovqatlaringizni, suhbatlaringizni sog'indim. Qaraganda odamga bir piyola choy bilan shirin suv. To'ppa-to'g'ri. Endi bular shuni ham qizg'anyapti-da. O'zim sizga har kuni jon bag'ishlovchi shirin. Xo'p bo'ladi. Keling kutaman. Xo'p. Bo'pti. Xudo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimiz? Tinchlikmi? Namuncha qolib ketdinglar? Xavotir olib turuvdim. Dada borib ko'rdim salonni. Judayam chiroyli joy ekan. Menga rosa ham yoqdi.
Ha, siz biror joyga ketyapsizmi? Yo'q. Ishlarim bor edi, hozir keldim. Senga yoqishini bilardim. Nargiz opam bilan gaplashib qolgandik. Sizga alohida gapim bor. Mayli qizim, mayli. Uyda gaplashamiz, uyga kiraver. Xo'p, bo'pti. Mayli. Dildoraning kayfiyati ko'tarilib qoptimi? Ha, men bilan ham yaxshi gaplashyapti. Said, Dildora senga imkoniyat berib ko'raman dedi. Qizim ko'nib turganda otni qamchilab qoldi. Yo'q, rostdan o'zi shunaqa dedimi? Ha. Kecha eri kelgan ekan. Yana tortishib qolishibdi. O'zi ertaga sud. Ertaga o'zim tinchitib kelaman. Shuni hal qilgin. Keyin salonni hujjatlarini ham hal qilasan. Ishni pishirsang, meni ham ko'nglim xotirjam bo'ladi. Rahmat sizga. Hali rahmat deyishga shoshilma. Bo'pti, bor ishlaringni qilaver. Mayli. Afzal, sovumasdan ichib oling. Rahmat. Menga o'zi shu yetishmayotgandi. Afzal, advokat kelganda. Sizni kutib ketdilar. Nima deydi? Ertaga sudinglar ekan. Xabaringiz bormi? Ertaga ekanmi? Ha, ertaga. Eslatib qo'ying degandilar. Men bormayman. Meni nomimdan bemalol o'zi ishtirok etaversin. Mayli, aytib qo'yaman. Shunda ajrimga rozimisiz? Iloji bo'lsa, vaqt olsin. 6 oylik arashtiruv. Lekin meni tomonimdan emas. O'zini huquqiy tomonidan gapirsin. Demak, ajrashishni istamaysiz, a? Xo'p, tushundim, Afzal. 6 oygacha balki fikringlar o'zgarib qolar. Ha, menga vaqt kerak. Hamma aytganlaringiz bo'lmasa yetkazib qo'yaman. Rahmat. Xo'p, charchamang. Xotinim ichimda yonayotgan olovni taftini his qilmasmikin, ha? Ket desam ketaveradimi? Kechirmayman desam arazlab yuraveradimi? Ahmoq xotin. Meni fe'limni qanaqaligini biladi-yu. Qizim. Oy, charchamayapsizmi, dada? Yo'q. Salon yoqdimi? Judayam yoqdi. Xuddi men orzu qilganimdaqa ekan, dadajon. Rahmat sizga. Ichkarilari ham yaxshi ekan. Xonalari ham zamonaviy, eng asosiysi ozoda. Yaxshi. Senga yoqqan bo'lsa, xursandman. Bitta menga emas, Nargiz opaga ham yoqdi. Ertadan ish boshlaymiz. Yaxshi. Uyam bordimi salonga? Bahona qilib chaqirib oldim. Keyin gaplashdim. Nima haqida gaplashdinglar? Nargiz opaga sekingina gap ochdim. Yo'q degandir. Qari cholga tegamanmi deb, ha? Men javob berishga shoshmang. O'ylab ko'ring deb aytdim. Keyin indamadim. Mayli. O'ylab ko'rsin. Lekin yolg'iz o'zi qiynalayotgan ekan, dada. Menimcha boshqa chorasi ham yo'q. Nima bo'lsa ham peshonasidan ko'radi. Shu, dada. Menga faqat siz yaxshi ko'rib uylansangiz bo'ldi. Choy ichasizmi? Mayli, yaxshi bo'lardi. Hozir olib kelaman.
Voy, tabriklayman. Nima bo'ldi? O'g'il farzand ko'rdi qizingiz. Shiringina, sog'lom. Rahmat sizga. Спасибо, Rahmat sizga. Xo'p, tabriklayman. Спасибо. Ay, обязательно Ajolat bo'lmang, qilaman. Hammasi yaxshi. Lena o'zi yaxshimi? Onayam, bolayam yaxshi. Hozir ona bola reanimatsiyada. O'zlariga kelishlari bilan palataga olamiz ularni. Men uni ko'rsam bo'ladimi? Nabirangiz muddatidan oldin tug'ilgani uchun vakuumda yotibdi. Hali o'pkasi yaxshi rivojlanmagan. Lenani o'zi qalay? Yaxshimi qizim? Yaxshi hammasi. Lenani uyg'onishini kutamiz. Mayli, unda men mana shu yerda kutib turaman, xo'pmi? Lekin charchab qolasiz. Boring, uyga ketavering, ertalab kelarsiz. Nima olib kelay? Men hozir dorilarni yozib beraman. O'shalarni ertaga olib kelasiz. Men albatta kutaman va olib kelaman. Hozir. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. O'zingga rahmat. Men nabirali bo'ldim. Endi uni o'zim katta qilaman. Kichkinagina qo'lchalaridan ushlab o'ynatib yuraman. Mendan baxtli ayol yo'q. Mayli, vaqtli tug'ilgan bolalar tez katta bo'lishadi. Qodirga aytsammikan? Yo'q, aytmayman. Balki onasiga aytsammikan? Yo'q. Nima qilaman asabimni buzib? Men qarab. Senga bitta qizlarni 3 4talarni 20 tasi rasmi bor. Hammasini bitta ko'rib chiq. Yana boshlaysizmi, oyi? Mani xotinim bor, nima qilaman bularni? Senga xotin kerak bo'lmasa, menga kelin kerak. Shunga qidiryapman. Hamma narsani o'zim tayyorlayapman. Mana salatlar-yu, ovqatlar-yu hammasini o'zim tayyorladim. Kelin olsam, shularni kelin qilgan bo'lardi. Men ham charchayman. Qo'ying, oyi. Bir qizni baxtsiz qilmaylik. Bo'ladigan. Birinchi odamni rozi qilish kerak. Keyin siqilib o'lib ketish kerak, to'g'rimi? Iya? Agar uni qaytarib olib kelsang, sendan rozi emasman. Qani u? Qani? Ketib qoldi-yu o'zi. Unga er kerak emas. Unaqalar o'zi uchun yashaydi. Hali bolasini ham hali beton-betonga tashlab ketadi. Oyi, sizdan qochib ketdi-ku. Nima? Men nima ajdohamanmi qochib ketadi mendan, a? Ajdohamanmi? A? Gapir. To'g'risi-da, oyi. Ha, nima to'g'ri? Haydaganingizdan keyin ketadi-da, nima qilsan yana? Haydaganim yo'q. Ha, oilani istasa, eri istasa, kechirim so'rasa bo'lardi. Ha, egilgan boshi qilish kesmaydi. Kechirim so'ramaydimi, oyijon? Mama desa ham mayli. Mama, izvini desa bo'lardi-ku. Bir og'iz. Menga hech kim kerak emas, oyi. Olib kelmaysan, men aytgan bo'ladi baribir. Ey o'risini. Mana surol. G'odaymi ket. Kattasi yuribdi Rossiyada. Tavba qildim, ha. Nodir, qayoqlarda yuribsan, Nodir? Qayoqlarda yuribsan, ha? Voy, sog'inib ketdim bolam, juda ham sog'indim bolam. Nega unaqasan, ha? Tushlarimga kirib chiqasan bolam. Kim mayli, pari bilan yashasang ham mayli. Voy, shuncha yerga deb chiqdi-yu. Yo'q, mayli, emas. Ezvording-ku. Bo'ldi, beraman. Qo'yib ketsam beraman. Abba. Dam olish nima bo'ldi? Shunaqa qolib ketaveramizmi? Biletlarimiz ham kuyadimi endi? Shuncha pul. Oyim yo'q deyaptilar-ku. Boshqa ilojimiz bormi? Yo'q-ku. Nima
Nima? O'zimizcha yasholmaymizmi? Meni borgim kelyapti. Meni ham borgim kelyapti. Nima qilay? Munchoyizdan qo'rqasiz? Men oyimdan qo'rqmayman. Shunchaga hurmat qilaman. Aldamang, qo'rqasiz. Oyim uxladilarmi? Yo'q, hali ham televizor ko'ryaptilar. Bir nima qilib oyimni tashlab ikkalamiz ketib borishimiz kerak. Maza qilib kelardik. Menda-chi bitta g'oya bor. Hozir. Qanaqa? Oy. Mana. Ha, aqlli satang. Qaydamaganmi bu? Nega? Qaynagan? Nimaga rangi bunaqa? Nima solgansiz? Mazasi jinnicha-ya? He? Yaxki. Nima deysiz? Uxladilarmi? Ha? Yur. Nima qilamiz? Voy. Voy boshim. Voy. Menga ko'proq pul oling, shopping qilaman. Xo'p, bo'ldi. Men ham bitta ko'ring. Parazit.
You'll be driving the prize. You and your crew better pull this off.
Ugh.